23 yıl muqaddam vatanımızdaki Barin izida. Bu iza Sherqiy Türkistan'ın 10 minglagan izlarining birisi. Kichikgina bir iza. Hatta bazı qilmishlarimiz anglab bakmagan, bilib bakmagan iz edi. Ammo lekin 23 yilning oldida shu izdan chiqqan o't yurak mujohidlarimiz ve Xitoyning zulmiga qarshi turgan shijoatli yoshlarimiz, shularning hammasining yoshlari hammasi mendan kichik edi. 30 yaşında Zaydin Yusuf başçılık qilgan, 26 yaşında To'xtaxon, 16 yaşlık balla, 17 yaşlık balla, shularning hammasi vatan deb qo'zg'alib chiqib, Xitoyning zolimligiga, mustamlikasiga va shundaqla ularningki elib berayotgan zo'rlik zulmlarga qarshi jihodiy harakatni yapgan edi. Bu yerda shu chog'da shularning soni shunday oz edi. Sonni balkim bilasizlar, ular yig'ilgan soni 500 ga yetmaydigan odamlar. Ularning qo'lida shunchalik iqtisodiy yo'q edi, kuchmi yo'q edi. Ammo lekin ular bizning kuchimiz ojizdi, biz hozir bek ojiz, biz uni bakalım kuchunchalik kuchli Xitoyga 2 milyondan ortiq askeriy kuchi bor Xitoyga, shucha 400 ming bombasi bor Xitoyga, 400 ming tankisi bor Xitoyga biz taqobil turolmaymiz demagan. Ular balki o'limdan qo'rqmaymiz. Xitoyninki bizning vatanimiz besavolligiga qat'iy qarshi turamiz degan iroda bilan va shunday bo'ysunmaydigan bir iroda bilan o'rnidan dash turib Xitoylarga o'zining kimligini, bu millatning sunmaydigan bir irodasini to'natgan edi. Darvaqa ularning hammasi hayotdan ayrildi. Ammo lekin ularning bizga qoldirib ketganimiz nima bo'ldi? Bizga nihoyat shalliq bir tarixni, üzülmaydigan va shunday yo'qolmaydigan bir ruhni qaytadan bizning samimizga soldi va shunday bizga shuni bir injak, ya'ni uyqu qilib bizga soldi. Shu orqali shundan keyin vatanimizning shimoliy qismlarida, janubiy qismlarida, sharqlarida, janublarda shu Barin inqilobininki, shu mustaqillik harakatiningki bahonasi bilan nurg'un joylarda Xitoylarga qarshi harakatlar olib berildi. Shundaqla millatimizninki ideologiyasida biz ezilmaydigan ve asli bo'zak bo'lmaydigan bir millat ekanmiz degan qaytadan bir irodani tiklab Şu ozg'ina kishilar tarafidan tiklangan bu iroda orqali butun dunyoning hamma joylarida Uyg'ur degan bir millatninki Xitoylarning ostida qanchalik azob uqubat tortayotganligini va shular qarshi qanday kurashlarni olib berayotganligini va shundaqla shu bir Uyg'ur degan musulmon millatning shunchalik zolimlarning ostida qanchalik jafolik bilan kechirayotganligini xalqaroning har qaysi joylardagi matbuotlarda, siyosiy sahnalarda, davlatlarning ichki qismlarida va shundaqla g'ayri hukumat tashkilotlarininki va jamiyat organlarininki yig'in muzokaralarida, jurnallarda, gazetlarda chiqdi. Shu orqali mayli davlat ichirki, Sherqiy Türkistan ichirki bo'lsin, Sherqiy Türkistan sirtidagi bo'lsin, vatan davosini yuqori bir pallaga, shundaqla ulug' bir pallaga ko'tardi deb qaraymiz. Mana bugün gerçi bizim az. Ko'rdinglar, shunday az amaliyotda. Adliyatda Yaqin Avstraliya necha ming odam bo'lishi mumkin bizning vatanimizdan kelgan, lekin biz ozgina bo'lsakmi shu ruhni mushal yaq etib o'tiribdi, shu ruhni uzildirmas degan qilib o'tirib. Tam suvda quyoshning aks ko'rildi qarindoshlar. Bu yerda hamma odamningki bizga nima qilish emas. Qanchalik bir odam bo'lsa yurki bilan mushvatan menikiken, davanikiken, bir üzmeslik gerekken, qat'iy üzmeslik gerekken degan bilan kurash qiladigan, bu üzülmeydi. Bayaqın qarayotganda o'tdi aynan. Bir Allohning payg'ambari yolg'iz o'zidan boshlagan. Shunchalik dinni, shunchalik namorat holatini boshlab, qanchalik gulinish taqvolig'ini, islom tarixini o'qigan hammamiz obdan bilamiz. Hozirda 1 milliarddan ortiq, 1,5 milliard yetgan musulmonlarningki bir Alloh ishongan bir xil shunchalik yaxshi bir dinni barpo qilgan payg'ambar alayhisalom yolg'iz boshlagan ojiz edi, kuchli emas edi. Ammo lekin Alloh ishongan edi. Bizmi shu? İnşallah hammamizningki yaratuvchisi Alloh. İmanımız mustahkam bo'lsa, shu qarindoshlarimiz o'xshash, o'zimizning jinidan kechiradigan, qurbonlikni beradigan, bir qo'yni so'yish orqali qurbonlik emas, balki haqiqiy qalbimizdan chiqargan vatanga, millatga, ona tuproq bo'lgan qurbonligimizni beradigan irodamiz bo'lsa, inşallah bu qalbi keladi. Bu qalbi kimga keladi? Ishongichilarga keladi. Ishongan insonlar buni nindab qaraydi desa, balkim bu mavhum narsa deb ishonadi. Bu amalga oshmaydigan narsa. Xitoylar shunday kuchli. Qaranglar, hozir Avstraliya bo'ysunmaydi, Amerikaning hozir sal qarayotdi. Afrika necha davlat, O'rta Sharq necha davlat buning boshiga o'tadi degan holat shakllanadi. Ammo lekin buning bosh egmayotgan bir millat bor. Bir qarab boqaylik, bu kim? Sherqiy Turkistonliklar bosh egmayotdi. Shularning Xitoylarningki ko'zi qadog'i eng chong maqbuloq turadi. Bosh dunyoning hammasi Xitoyga ittifoqdosh bo'ladi. So'z ittifoqdoshlikda
başka diplomatiya ittifaqdoshlığı ve şundaqla bağlı keldisi, odamgarchiligi hamma narsaga munosabat o'rnatmoq. Bir munosabat o'rnatmayotgan ve munosabat o'rnatmagan davlat bo'lsa Sharqiy Turkiston va Uyg'urlardir. İnşallah biz bularla münasip o'rnatmaymiz. İnşallah Allah xolisa bizdan qo'limizga nusrat keladigan kunlar keladi. Bu kafirlarninki taqonlarini tirib turib olib chiqadigan, yaqinimizdan o'zimizning mush bayroqlarimizni osmonlarimiz asadigan, ozodlik she'rlarini o'zimiz xotirjam o'qoladigan, farzandlarimizga din, axloq, millat tarbiyasini qo'rqmay turib beradigan, bir-birimizdan xohlagan joyda o'rinda Alloh va Allohning Rasulining millatning manfaatlarini ko'zlaydigan so'rovlarni ortaklaşalaydiganligimizga ishonamiz. İnşallah hammalarninki bugungi mushaga kelganligingizni ko'p rahmat. Davomli qiltirmas, sizlar yolg'iz emas. Sizlar bir oilaning, bir jamiyatning, shundaqla yana bir davlatning vakillari. Chunki biz muhojiratda. Siz kim desa avval Sharqiy Turkistonlik deymiz. Nereden keldingiz? Shuning bilan siz nimaga vakillik qilyapsiz? Sharqiy Turkistonga vakillik qilasiz. O'y chiqincha oilangizga. Musha kelgan har bir odam Amele Sharqiy Türkistan'ın vakilleri. Sharqiy Türkistan'ınki bayraklı. İnşallah silah olgan ekansilar bu dava üzülmeydi ve inşallah bu dava çok yaxshi davamlaşıdı. Yaxshi Allah'tan kulu tutuldu ve şundaqla inşallah hayırlı günlerde vatanimizga azatlık bilen, erkinlik bilen, hürmet bilen kayıp geçişimizge işençimiz kaldı.